Maqsuda Muhammadjanova bachadan ichki poliplari hosil bo'lish sabablari, davolash usullari davolanmaganda qanday asoratlarga olib keladi? Bachadan ichki poliplari asosan bu gormonal o'zgarish natijasida hosil bo'ladi. Tuxumdan gormonlardan ajralib chiqayotgan estrogen va progesterin gormonlarining disbalansi natijasida odatda poliplar hosil bo'lishi mumkin. Poliplar bundan tashqari yana ko'p abortlar natijasida, ya'ni bachadan ichiga turli xil vakuumli abort yoki instrumentalniy abortlar natijasida kirishdan hosil bo'lishi ham mumkin. Poliplarni yana bir eng sodda hosil bo'ladigan usullardan bittasi bu platsentarniy polip, ya'ni homila tushgandan keyingi turli xil sabablarga ko'ra homila nobud bo'lgan yoki homilani tushirilgandan keyin chala homilani arzimagan bir yo'ldoshning qoldig'i qolishi natijasida platsentarniy polip, ya'ni yo'ldosh polipi degan poliplar hosil bo'lishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda tug'ruqdan keyin ham yokida kesar va secheniyadan keyin ham platsentarniy poliplar hosil bo'ladi. Poliplarni asosiy davolash usullaridan biri bu gastroskopiya yo'li orqali davolanadi. Poliplarni основной davolash usuli bu zolotoy standart, ya'ni gastroskopiya. Bunda to'liq holatda polipning ildizi hech qanday qoldiqsiz olinadi va bachadon uchun eng xavfsiz yo'li, ya'ni bachadonda hech qanday chok yo'q, bachadonni butunligi saqlangan holatda bo'ladi. Bundan tashqari yana poliplarni hosil bo'lishiga hozir aytib o'tdim sizga, vakuumli aspiratsiya, pepelli biopsiyalar ba'zida yokida bo'lmasa ko'p marotaba bachadan ichini giperplaziya endometriya orqali tozalash natijasida ham hosil bo'lishi mumkin. Agarda poliplarni aniqlangan vaqtida uni hech qanday davosiz qoldiriladigan bo'lsa, bu birinchi o'rinda, ya'ni reproduktivniy возрастda bu holat besplodiyaga olib keladi, ya'ni bepushtlikka olib keladi. Klimakteriskiy periodda bo'layotgan bo'lsa, poliplarni ko'p holatlarda onkologiyaga yaqin genlar chaqirayotganligi sababli doimiy ravishda onkologiyaga tekshirishga to'g'ri keladi. Men kuzatuvlarim natijasida shuni ayta olamanki, klimakteriskiy vaqtda aniqlangan bachadon bo'ynida, bachadon ichidagi poliplarni tez muddatda tezlik bilan, zudlik bilan olish kerak va gistologik tekshiruvga berish kerak deb doimo ta'kidlab boraman.